Assalomu alaykum aziz tarmoq foydalanuvchilari, YouTube kuzatuvchilari, kam sonli bo'lsa ham hozircha men uchun qadrli bo'lgan obunachilar. Hammaga xayrli kech, kim kunduz ko'rayotgan bo'lsa xayrli kun. Sog'liklaring yaxshimi? Hammani ishlariga rivoj tilagan holda bugungi video murojaat chiqish desak ham bo'ladi. Ya'ni o'zimizning hobbimiz. Adolatga to'g'ri qaragan holda, zulmga ko'z yummagan holda, haqoratli gaplarga javob desak ham bo'ladi va mavzu sarlavhasiga ko'rib turgan videolaringning mavzusi bo'yicha, o'qiyotgan mavzusi bo'yicha bir ikkita gaplar bor. Xo'p, bu chiqishdan maqsad nima? 4-5 kun oldin video qo'ygandim ko'rmuritlar to'g'risida, Abror Muxtor Ali va ko'rmuritlar to'g'risida. Juda ko'p kommentariy, 1000 dan ortiq kommentariy bo'libdi. Hozir qarasam, video qilsammi, qilmasammi deb o'ylanib yurdim shu vaqtgacha. E'tiborsiz qoldiray desam iloji yo'q ekan. E'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi juda ko'p gaplarni. Chunki negativ, sizga bildirilgan negativ, siz tomonga otilgan yomonliklar yaxshiliklardan ko'ra ko'proq ta'sir qiladi. Yaxshilik, misol uchun sizga nisbatan bo'layotgan yaxshi gap ham sizni xursand qiladi, lekin sizga qilinayotgan, gapirilayotgan, sizga nisbatan sizni adresingizga qarab aytilgan yomon gaplar juda yomon ta'sir qiladi va sizni bu ichingizda oxiri ichingizdagi gaplarni chiqara olmasangiz bir kun kelib kasallikka sababchi bo'lar ekan. O'shaning uchun endi qo'limizdan kelgani shu, uzoqdan turib odamlar nima qilayotgan bo'lsa biz ham video chiqib bemalol, hammamiz haqqimiz bor. Hattoki o'sha komment yozayotganlar ham bemalol chiqib video qilishlari mumkin. Hech kimning qarshiligi yo'q, hammaning o'zining huquqi. Bu erkin internet, erkin. Hop. Ba'zi bir kommentariyalar, eng qizig'i u kommentariyalarning ko'pida ayollar, qizlar bor. O'sha qizlar, ayol kishi endi bilmayman, endi qizlar deganim o'sha ayol jinsiga mansub bo'lgani uchun qizlar deyapman. O'sha ayollar men haqimda menga nisbatan haqoratli so'zlarni yozganlari ham bo'lgan. O'shaning uchun mayli, endi bundan xafa emasmiz. Bularning tanqidi bir tarafdan bizga motivatsiya beradi, bir tarafdan ular o'zining qanchalik, qay darajadagi saviyali ekanliklarini yana isbotlaydi. Ular bizni ayblaydi-ku saviyasizlikda, bilimsizlikda. Vaholanki biz deganda men o'zimman. Ular endi biz deb gapiradi-yu, xalq nomidan gapirib boradi-yu. Endi men taraflar ham, meni gaplarimga qo'shilganlar ham borligi sababli biz deyapman kommentlarda. Vaholanki biz saviyalikka, ilmli kuchlilikka yoki bizni o'zimni kimdandir ustun qo'yishga, men zo'rman deyishga da'vo qilganim yo'q men hech qayerda. Bunga da'vo qilmayman ham. Meni o'zimni tarbiyam bunga yo'l qo'ymaydi. Har holda odamlar, xalq dono o'zlari baho beryapti. Kommentariyani o'qiyotgan bo'lsanglar, o'zlari baho beryapti va bu odamni xursand qiladi. Hammaga bir xil yoqishning imkoni yo'q bu hayotda. Hech kim hammaga bir xil yoqavermaydi. Bu hayotni olib qarasangiz, o'zingizdan misol keltirib, ko'rayotgan bo'lsangiz videoni o'zingizga misol keltirib, o'zingizga savol berishingiz mumkin. Siz kimgadir yaxshilik qilsangiz ham, siz uni yaxshi deb hisoblab yursangiz ham, siz u odamga yoqmasligingiz mumkin.
endi bu narsaga ko'p to'xtalmaylik. Bu bor narsa, aniq fakt. Hech kim ideal emas. Keyin ideallikka da'voyimiz ham yo'q. Xo'p. Mavzudan maqsad nima? Maqsad ozgina bo'lsa ham foydamiz tegishi, kimgadir, misol uchun bizni ko'rib to'g'ri xulosa chiqarishi mumkin. Kimdir bizni ko'rib yana noto'g'ri xulosa chiqarishi mumkin. Ya'ni o'zining fikrida qat'iy turishi mumkin. Balkim bizning tuzayotgan jumlalarimiz, filologiskiy jumlalarimiz mos kelmasligi mumkin. Ba'zi birovlarni o'sha nima deydi, aqliga. Xo'p, mavzu bo'yicha Malcolm X effekti yoki Abror Muxtor Ali effekti deb yozdim. Men Malcolm X haqida qiziqib qoldim. Malcolm X'ni tanimar ekanman avval. Yaqinda u haqida qiziqib o'qib, Wikipediyalarni izlab, YouTube'da o'zbekcha segmentda, o'zbek tilida juda ma'lumotlar kam ekan bu odam to'g'risida. U odam kim bo'lgan? Malcolm X o'sha Amerikani o'sha qora tanli afroamerikanslar olib kelib o'shalarni qul qilgan davrlardagi bir nasroniy diniga itoat qiluvchi, nasroniy dinining baptizmi qaysidir e'tiqodiga amal qiluvchilarning oilasida tug'ilgan. Ya'ni uning otasi o'sha nasroniy dinining cherkovda ruhoniysi bo'lgan Amerikada. 1925-yilda tug'ilgan odam ekan. Qora tanli odam bo'lgan. O'sha paytlar qora tanlilar judayam Amerikada quldorlik davri bo'lgan. Ya'ni oq tanlilar qora tanlilar ustidan o'ta og'ir jinoyatlar qilgan va ularni o'ta past nazarda qaragan, ularni xohlagan kuyiga solgan. Qul bo'lgan, olib qaraganda qul bo'lgan. Ularning hech qanaqa hayotda o'rni bo'lmagan. Hattoki oq tanlilar yashagan mahallada yashash mumkin bo'lmagan qora tanlilarga. Oq tanlilar mingan avtobusga qora tanlilar minishi mumkin bo'lmagan. Oq tanlilar cherkovda ibodat qilsa, o'sha cherkovda qora tanlilarning ibodat qilishi mumkin bo'lmagan. Xuddi bir Misrovkadan o'tayotgan go'sht kabi desak, Misrovkadan o'tkazadi-yu, shunday go'sht kabi, nima deydi, bir qiyinchilik, o'ta bir qiyin davrda yashagan o'sha paytlar. Malcolm X ning otasi 4 yoshida o'ladi. Onasi uy bekasi bo'ladi. Onasi 7 ta farzandni ishlab o'ta bir qiyinchilik bilan boqish zimmasiga qoladi va shu ishni qiladi. Va u bundan juda qiynaladi, asabiylashib oxiri ruhiy xasta bo'lib qoladi. Va u Malcolm X 7 yoshida onasi ruhiy xastaxonaga yotqiziladi va qolgan umrini o'sha ruhiy xastaxonada o'tkazadi. Malcolm X ni o'zining akalari, opalari, bular hammasi har tomonga AQSh hukumat tomonidan tarqatiladi, oilalarga bo'lib beriladi. Endi yetim qoladi-yu bular. Oilalarga bo'lib berilganda Malcolm X yaxshi bir oilaga tushadi. O'ziga to'q, yetishgan oilaga tushadi. Va u maktabga boradi. Maktabda juda zehnli, aqlli va juda a'lo baholarga o'qiydi. Kunlarning birida o'qituvchisi Malcolmga savol beradi. Sen katta bo'lsang kim bo'lishni orzu qilasan deydi. O'shanda Malcolm aytadiki, advokat bo'lishni orzu qilaman deydi. Keyin u o'qituvchisi, endi u yerda asosan oq tanlilar bo'ladi. O'qituvchisi ham oq tanli, maktabdagilar ham oq tanli bo'ladi. Keyin o'qituvchisi Malcolmga qarab, keyin o'ylanib turib, kinoyadek qilib kulib, Malcolm, sen yaxshisi poyabzal tozalashni yoki duradgor bo'lishni
o'yla, sen o'sha yo'ldan ket. Advokat bo'lish u senga to'g'ri kelmaydi deb aytadi. Va bu gaplar Malkolmga o'sha 8-sinf, 10-sinf bo'ladi. Bu gaplar Malkolmga xuddi sen qora tanlisan va qora tanliligini hech qachon unutma. Senlar faqat shu ish uchun loyiqsan deganday bo'ladi-da va u o'qishdan ko'ngli qoladi Malkolmning va u o'qishni tashlaydi. Tashlab yomon yo'llarga kirishni boshlaydi. Kechasi har xil aysh-ishrat va yomon bolalarga qo'shilib, giyohvandlik, bu shunaqa ishlarga qo'shilib ketadi. Kunduzi o'zining opachasi bo'ladi. Shu opachasini xursand qilish uchun ko'chalarda, magazinlarning oldida poyabzal tozalab, opachasini xursand qiladi, opasini. Shunday yillar o'tib, Malkolm X Nyu-Yorkka ketadi. Nyu-Yorkda uni hayoti butunlay o'zgaradi va kriminal o'sha jinoyat olamiga kirishni boshlaydi. Guruh tuzib, o'g'irliklar qiladi. Hamma ishlarni qiladi. Butun dunyoning bor buzuq ishlarini qiladi. Giyohvandlik, o'g'rilik, fohishabozlik, hamma ishni qiladi-da. O'sha Nyu-Yorkda payt ko'p boylar bo'ladi. Shovqinli shahar endi Nyu-York. Keyin kunlarning birida ularning arzimagan xatosi tufayli militsiyalar ularni ushlaydi, guruhini va ularga ustidan sud o'qilib, Malkolm X 21 yoshida xullas Malkolm qamaladi 10 yilga va qamoqda unga akalar tomonidan xat keladi. Ular islomni qabul qilgani to'g'risida. Malkolm ham keyin qamoqdan keyin 3 yildan keyin islomni qabul qilganini e'lon qiladi va islomni qabul qiladi va qolgan 3 yil umrini shu faqat kutubxonalarda shu islomni o'rganishga va bilim olishga bag'ishlaydi va 1952-yil Malkolm X chiqib boradi. Xullas u nasroniy bo'lib, butun bor dunyoning buzuq ishlarini qilib, qamoqda o'tirib, musulmonlikni qabul qilib, chiqib borib, yana o'sha musulmonchilikka da'vat qilishni boshlaydi. Va musulmonlikni da'vat qiladigan qaysi guruh u yerda aqidasi boshqacha guruh bo'ladi. Musulmonlikni da'vat qilgan odam Ilyas Muhammad degan odam Amerikada. O'sha paytlar unga a'zo islom millati degan tashkilot bo'ladi. O'sha odam bilan borib tanishadi. Qamoqdan chiqib 1952-yil o'sha paytlarda uning tashkilotida musulmon o'sha islom ummatiga a'zo odamlar 400-500 dan tashkil qiladi. Malkolm X kelib qo'shilib da'vat qilgandan keyin u juda qisqa fursatlarda odam ko'payib ketadi. Xullas kalom gap Malkolm X qanday odam, u nimaga qarshi kurashgan to'g'risida o'zlaring internetdan izlab topib bilib olsalaring bo'ladi. YouTube'da ham bor. Xullas Malkolm X'ning zulmga qarshi kurashish to'g'risida bir ikkita hikmatli so'zni aytmoqchiman men. Malkolm X zulmga qanday kurashgan. Ya'ni u musulmonlar nimaga da'vat qilgan? Musulmonlarni to'g'ri bo'lishga, to'g'ri yurishga, intizomli bo'lishga, qonunlarga quloq solishga da'vat qilgan va shu asnoda chunki u qora tanli bo'lgan-ku, qora tanlilarni ta'ziqlarga uchraganidan va shu asnoda shu bilan birga siz o'z haqqingiz uchun o'z haqqi uchun har kim kurashishga chaqirgan. Chunki islom dini degan islom dini zulmga adolatga chaqiradi, zulmga zulm bilan javob berishga chaqiradi, kurashishga chaqiradi deb da'vat qilgan. Ya'ni islom dini sizni
chap yuzingizga urishga 10 kun tutib berishmas, siz ham sizni urgan odamni chap yuziga urishingizga da'vat qiladi deb odamlarni kurashga chaqiradi va qora tanlilarning, bunday olib qaraganda qora tanlilarning o'sha keyin o'zlarining huquqlarini himoya qilishiga sababchi insonlardan biri bo'ladi. Va uning bir ikkita gaplari bor. Agar tanqidchilaringiz bo'lmasa, ehtimol muvaffaqiyatga erisha olmaysiz degadi. Mana shu kommentariyalarni o'qiganda o'sha gap esimga tushdi. Demak, tanqidchilar bo'lgani yaxshi, har kimning ham. Xo'p, yana ba'zi bir nimalarni aytay. Kelajak bugun unga tayyorgarlik ko'rganlarga tegishli. Ya'ni biz kelajagimiz uchun bugun tayyorgarlik ko'rishimiz kerak, hammamiz. Xo'p, endi bizga kimning effekti kerak? Malcolm X'ning effektimi yoki ko'rmuliklar va Abror Muxtor Aliningmi? Abror Muxtor Ali ko'proq nimaga da'vat qiladi? To'g'ri, axloq bo'lishi kerak. Bizning qadriyatlarimizni saqlab qolishimiz kerak. Va bunga hech kim qarshi emas menimcha. Bizga bu qadriyatlar bo'lmaydi. Bu bizning qadriyatlar eskirdi. Hech kim bu gapni aytmagan Abror Muxtor Aliga. Menimcha shuncha faollardan birortasi, lekin bilmayman, bu odam kimni ko'rsa uning ko'ziga vatan xoini, kimni ko'rsa buni ko'ziga fahmi buzuq, kimni ko'ziga kim bo'lsa bu odamga onasi bilan zino qilgan, hezalak, fohisha, yana qanaqa shu bu odamni ko'rganlarni hayzi keladigan, xullas mana shunaqa ko'z bilan qaraydigan bo'lib qolgan Abror Muxtor Ali o'zbek xalqining ba'zi o'zining huquqini himoya qilganlarga yoki ta'ziqqa uchragan mazlumlarni himoya qilib, birodarini himoya qilib chiqqanlarga Abror Muxtor Ali shunaqa javob qaytaradi. Endi bu nimadan dalolat beradi bilmadim. Bu odamning maqsadi nimaligini tushunib bo'lmaydi. Bu odam nimaga? Chunki shubha uyg'otadi bu odamning gapirayotgan gaplari va bu odam bemalol emin-erkin mana shu gaplarini hammaga ishlatilishi bu shubha uyg'otadi. Endi bilmagan, tushunmagan odam, balkim bilim yo'q desak yaxshi bo'lar. Mening misol uchun bilim yo'q deyapti, ko'p saviyasi yo'q. Balki shunaqa saviyasi yo'q. Endi saviyali bo'lmoqchilarga shubha uyg'otadi. Shubha qanday ma'noda shubha? Nima uchun Abror Muxtor Ali yoki uning ko'rmuritlari xohlagancha gruppa ochib oladida, Telegramda xohlagan odamini ularga qarshi savol yoki ularga tanqidiy savol yoki umuman savol bersa, u odamlarni nimaga dindan chiqqanlikda, musulmon emaslikda, u musulmonligini aytgan taqdirda ham yo'q, siz musulmon emassiz deb uni kamsitib, uning nima deydi, ichki dunyosiga, ruhiyatiga nima deydi, xullas uni bir shaxsiy o'zining qarashlariga yo shaxsiga haqoratli so'zlar bilan javob qaytaradi. Va bu juda achinarli. Hozir ko'ryapsiz internetda hamma ezilib ketdi bu mavzudan. To'g'risi o'zim ham jonimga tekkan, lekin ilojimiz yo'q, chunki bu yo'ldan ular qaytmayapti. Va shu meni ham ko'p 3-4 marta suhbatimizda lichna o'sha shaxsan Abror Muxtor Ali bilan gaplashganimda ham men haqimda siz zaifsiz degan va sizni yaqinlaringiz sizni erkak emas deb o'ylaydi degan, zehn kontroli bor sizda, sizni kimdir kontrol qiladi va o'zining auditoriyasiga qarab bu bolalar kasal, buni davosi yo'q va
xoinga chiqargan Abror Muxtor Ali. Va bundan oldin buni ko'r muridlari, o'sha ustoz deb yuradigan shogirdlari meni har doim aytganimday o'sha yomon gaplar bilan gapirgan. Endi buni hadeb takrorlashdan foyda yo'q. Bu video chiqishlarimiz bo'laveradi. Bizdagi davomiy. Biz hech kimni haqorat qilmaymiz. Biz hech kimni ustidan kulmaymiz. Biz o'zimizning huquqimizdan foydalangan holda internet ochiq, bemalol boshqalarga ma'lumot berib, o'zlarining baho berishlarini va kommentariyalarda o'zlarining fikrlarini qoldirishlari mumkinligini aytib qo'yamiz. Va biz kommentariya yozayotganda bizning o'sha ba'zi bir mana shu ko'rmuratlar safidan bo'lmaydigan tinglovchilar, yaxshi insonlar, fozil insonlar, iltimos qilardim, siz ularga o'xshamang va haqoratli so'zlarni ishlatmang ularga nisbatan. Filologiskiy jumla tuzing. O'sha yomon 18+ gaplar bo'lmasin, iloji bo'lsa siz ham o'rganing filologiskiy jumla tuzishga. Xullas, shubha degan gapda qolgandim. Shubha uyg'otadi. Nega shubha uyg'otadi? Abror Muxtor Ali, men ko'p videolarni kimga bo'lsa salgina tanilgan va o'sha o'zbek jamiyati, o'zbek xalqining ozgina bo'lsa ham nima deydi, ko'nglidagi ichidagi gaplarni aytib qo'ygan yoki haqiqatdan o'sha muammolar borligini aytgan odamlarga yoki ularni dardini haqiqatdan olib chiqqan odamlarga albatta xoinlik tamg'asini iladi. Yoki ularni himoya qilganlarga, huquqdan yoki ichki ishlardan zulm ko'rgan, o'zining huquqi ta'minlanmagan odamlarni huquqini himoya qilib yoritgan odamlarga tamg'a qo'yadi. Xohlasa xoinga chiqaradi, xohlasa dayuslikka chiqaradi. Va bu shu o'rinda shubha deganda savol tug'iladi. Nima uchun bu odam bemalol gapirsa ham bunga hech kim teginilmaydi degan shubha uyg'onadi. Nega bunday? Chunki boshqa odamlar arzimagan gapi uchun bemalol bir kunda topiladi, bir kunda kelinadi va unga chora ko'riladi huquqiy tomondan. Nima uchun bu odamga huquqiy chora ko'rilmayapti? Bu yerda ikkita variant bo'ladi. Yo bu odam kimgadir tegishli va bunga ruxsat berilib qo'ygan odam va bu nimaga unaqaligiga javob berilishi kerak. Va yoki ikkinchi variant, bu hamma chiqayotgan o'sha faollar o'sha Abror Muxtor Ali va uning ko'rmurotlari dayus deyotgan odamlar ham bular bilan kelishib olganda internetga chiqib olib, bizga o'xshagan oddiy odamlarni xayolini buzish, fikrini buzish va nimadandir chalg'itish, xalqni chalg'itish, bir-biriga gijgijlab, o'zlari tepadan turib bir yerda o'tirib olib, osh ustida tomosha qilish. Odam shunaqa deb o'ylab qoladi-da, shubha. Ya'ni nima uchun? Arzimagan misol uchun Qobul Do'stov ham o'sha ta'lim vazirini haqorat qilganda qanday o'sha xoin yana bir ikkita o'sha onasidan ketmagan, boshqa qilmagan xoinni eslab qoldim, xoin degan uchun qamalib ketdi o'sha deputat Qobul Do'stov. Va eng qizig'i, Abror Muxtor Ali o'shanga ham bir vaqtlar shunaqa loy chapchagandi. Ikkalasi gaplashib, u odam birinchi telefonidayoq Qobul Do'stovni birinchi gaplashganida ham Fohishabek deb laqab qo'ygandi. Fohishabek, fohishajonni, siz fohishasiz deb uni shaxsiyatiga tegib haqorat qilgandi Qobul Do'stovni. Qilgan ekan, aniqrog'i men videosini yaqinda ko'rib qoldim. Va Qobul Do'stov qamalsa o'sha haqorat uchun, nima uchun Abror Muxtor Ali qamalmayapti?
yoki haqiqatdan uni ustidan hech kim arz qilmayapti. Xuddi ichki ishlar o'sha ta'lim vaziri ustidan arz qilgandi, Qobil Do'stovni ustidan. O'shaning uchun Qobil Do'stovni qamadi sudlar, qamagan. Nima uchun Abror Muxtor Alini ustidan mana shu xoin Dayusga chiqarganlar yozmayapti? Faollar bor, huquq faollar, Hamid Sodiq, Tashanov, yana kim bor? Rasul Kusherbayev, juda ko'pchilik bular. Yoki o'sha nima variant, birinchi variantga mos variant ular yozib bersa ham bunga teginilmayaptimi degan savolda. Lekin agar teginilmayapti desak, 2022-yilda bu odam javobgarlikka tortilgan. Nikita Makarenko degan blogerga, jurnalistga Abror Muxtor Ali xuddi shunaqa tamg'a qo'ygan. Bu xoin, bu qaysidir Amerikaning bir bog'lariga sotilgan deb rasmlarni qo'yib ijtimoiy tarmoqqa qo'ygani uchun u arz qilgan ustidan va arz qilgan ekan va Abror Muxtor Ali javobgarlikka tortilgan o'sha payt va kechirim so'ragan. Bu anglashilmovchilik degan. Ma'muriy javobgarlikka tortilgan va bu ish delasida bor, tarixida, istoriyasida Abror Muxtor Alining. Xo'p, mana shunaqa shubhali narsalar va shubhalar bizni nima deydi, izlanishlarga sababchi bo'ladi. Imom G'azzoliy aytganda, Imom G'azzoliy nima degan? O'sha Imom G'azzoliy ko'p Abror Muxtor Ali gaplarida Imom G'azzoliyni gapirdi, Farobiyni gapiradi, Ibn Sinoni, bizning bobolarimiz aslida Farobiydan ko'rib demokratiya tuzgan g'arb deydi. O'shanga men ham ular haqida rostdan bilmagan narsalarimni bilib oldim. Kim ular? Avvalam eshitganman, lekin yodimizdan chiqqan, maktab davrida o'qigan, endi shu nimamiz esdan chiqqan edi. O'shanda hozir bir jumla nimasi keladi, aforizm, hikmatli so'zlari bor Imom G'azzoliyning. Shubha haqida. Shubha haqiqatga olib boruvchi yo'ldir. Kim shubhalanmas ekan, hech narsani ko'ra olmaydi, deyapti. Ya'ni shubha haqiqatga olib boruvchi yo'ldir. Kim shubhalanmas ekan, hech narsani ko'ra olmaydi. Va bu shubhalarga javob topishni juda ham xohlaymiz. Nima sababdan bunday? Lekin hozirgi blogerlar, mana shu huquq faollari emas, mana shu hozir bir-biriga toshatyapti-yu, o'tirib olib internetda. Bu yoqdan Otabek Jo'rayev, Otabek Hamidov, yana bir ikkitasi bir-biriga qarab toshatyapti. Bular ochiq oydin dayuslar deb haqorat qilyapti. Dayus deb. Nima? Jahongir To'laganov. To'g'risi, dayus deyishlik, bu yerda arab biznesmenlar, odamlar ham bor, bu yerda ishlaydigan. Dayus deyishlik bu qanchalik to'g'ri va qanchalik bu odamning haqqi bor dayus deyishlikka, birovni. Shariat bo'yicha ham o'qib ko'rsangiz, izlanib, so'rab ko'rsangiz, dayus deb kimgadir tamg'a qo'yish yo dayus deb haqorat nom berish faqatgina shariat qozilariga mumkin ekan. Ya'ni o'sha faqihlarga, fiqh qonunlarini biladigan odamlarga mumkin ekan. Diniy voiz bo'lsa, mana shunaqa islom dinidan, hadislardan dars beradigan yoki da'vat qiladigan diniy voizlarga bunaqa deyish umuman mumkin emas ekan. Endi men nima qilishim bo'yicha-da, o'qigan manbalardan o'qiganim bo'yicha. Va keyin o dayus so'zi arabchada deb u kuni talqin qilib o'zi bir kun videosini eshitdim. Dayus so'zi Arabistonda, hattoki Birlashgan Arab Amirliklari, o'sha musulmon taraflarda, davlatlarda o'ta og'ir gunoh ekan. Gunoh va qonun bo'yicha jazosi bor ekan. U har ishlatilishi mumkin emas ekan va kundalik hayotda u kamdan kam ishlatiladigan gap ekan. Chunki bu odamning
nafsoniyatiga tegish va erkaklikdan chiqarish degan ma'nolarni ham keltirar ekanda. Bu o'ta yomon gapda. Bunday olib qaraganda qadr qimmat, sha'an degan narsa. Agar O'zbekistonga oladigan bo'lsak, bu dayis so'zni ishlatayotganlarga o'sha 40-modda va 41-moddalar to'g'ri keladi. Ya'ni haqorat va tuhmat. Mana shu nimalarga, blogerlarga men maslahat berardim. Siz Qobil Do'stovning xatosini qilmang. Provokatsiyaga aldanmang. Siz mana shu hamma ma'lumotlarni to'plang va video chiqish qilib, to'g'ri video chiqish qilganingizni balkim bilgani yaxshidir, lekin siz haqorat qilib boshqa qilmang, provokatsiyaga aldanmangda ustidan arz qilishlari mumkin. Kim yozsa shunaqa deb, dayus deb. Bunday tamg'ani qo'yishga haqqi yo'q bularning. Hattoki men ham aytgan, men endi ilojim yo'q, yoza olmayman, yo men chunki O'zbekistonda emasman. Xullas qisqasini aytganda bu odamning haqqi yo'q ekan. O'zimni olib qaraganda gapirishlikka bunday deb. Lekin bu odam bemalol gapiryapti. Chunki bu odamning ustidan hech kim yozmasa kerak, ariza qilmasa kerak. Chunki biz dunyoviy davlatda yashaganimizdan keyin qonun ustuvorligi birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Huquqiy davlat va qonun ustuvorligi. Biz 10-15 asr orqaga qaytib Imom G'azzoliyning davridagidek yasha olmaymiz o'sha biz. Ularning hadislarini to'g'ri bilib qo'yib o'qiganimiz yaxshi. Bu nimaga yordam beradi? Bizning axloqimizga yordam beradi. Bizning ichki dunyoyimizga yordam berishi mumkin. Lekin hozirgi hayotimizga ularning yashagan davrni hozirga to'g'rilab bo'lmaydi-ki. Imom G'azzoliy Farobiy deydi, G'azzoliy Ibn Sino deydi. Lekin nima uchun Yevropa rivojlanib ketdi? Osiyodan ko'ra, Sharqdan ko'ra G'arb rivojlanib ketdi. Ancha oldinga o'tib ketdi. Sabab nima? Nima uchun hozir savol bermaydiki, nima uchun hozir biz o'sha g'arblarni davlatiga borib ishlashni orzu qilamiz. O'shalarning vizasini olish uchun tuni kun o'qiymiz, o'shalarning tilini o'rganish uchun. Bizni xalq shunaqa bo'lib qoldi. Nima uchun? Qirg'iziston ham shu, Tojikiston ham shu, O'zbekiston ham shu, mana shu O'rta Osiyo davlat hammasi shunaqa. Nima uchun? Sababi xuddi o'sha Imom G'azzoliy ham Ibn Sinoga qarshi bo'lgan, mana shu faylasuflarga qarshi bo'lgan, tanqid qilgan ularni. Farobiyga qarshi bo'lgan, tanqid qilgan. To'g'ri degan, ba'zi bir matematikani o'rganish kerak bu, lekin falsafani ham o'rganish kerak, lekin o'zining miqdorlarini aytgan, u belgilagan ular, chunki ular imom bo'lgan. Va ular o'zlari imom bo'lib, xuddi mana shunaqa odamga o'xshab imomlarning obro'si to'kilishidan qo'rqqan ular. Misol uchun Farobiyni, Ibn Sinoga raddiya bergan Imom G'azzoliy faylasuflarga raddiya degan kitob yozgan Imom G'azzoliy. Tahofut al-falasifa degan kitobni yozgan. Negaki o'sha ko'p aytdi bu gapni. Kechagi gapida ham Andijoniyni o'shani videos ko'rsatuvga ham savol-javob bo'libdi. Aniq kelishib olingan savol-javoblar. Andijoniy degan kuzatmas ekanman men bu nimani. Kelishib olingan savol-javoblarda aniq birovga bunday borib tegadigan va shunga oldindan kelishilgan savol-javobday tuyuldi menga. Imom G'azzoliy va Farobiylar to'g'risida gapirayotgandim va o'sha balkim hozir kommentlarda yozilishi mumkin, senga emas, sen avval o'qi deb. Men o'qiganlarimni aytayapman men. Ozgina bo'lsa ham o'qiganimni aytayapman. Nima uchun? Misol uchun o'sha Farobiyni kitobini olib va Abror Muxtor Ali aytayotgan gap rost ekan.
Farobiyni kitobini olib demokratiya uyg'onibdi g'arbda, Ibn Sinoni o'rganib tibbiyotlar rivojlanibdi, fizika rivojlanibdi, astronomiyani o'rganibdi. Nima uchun bizda lekin rivojlanmadi unda degan savol. Chunki bizdagi ko'pdan ko'p o'sha diniy ulamolar xalaqit qilgan o'sha paytlar. Hukmdorlar ham diniy ulamolar maslahatchisi bo'lgan. Ko'p hukmdorlar o'zlari dinga juda shariatga qarab boshqargan. Va shuning orqasida mana shu o'zi aslida Imom G'azzoliy o'sha Ibn Sinoni nimalarini tanqid qilib, odamlarni ko'proq Farobiyni, Ibn Sinoni g'arbning o'sha Aristotelning falsafasini olib kirishda ayblagan. Yunonlarning, ular boshqa dinga e'tiqod qilgan-ku. Yunonlarning falsafasini islomga olib kirishlikda ayblab, dindan chiqqanlikda ayblagan. O'sha paytlar din birinchi o'rinda bo'lgan. O'shanda ayblab, ularning harakatlarini ma'lum bir miqdorda jamiyat orasida ma'lum bir miqdorda o'shanga qiziqishni to'xtatgan. Ya'ni odamlar faqat ilohiyotga ishonishga o'tgan. Imom G'azzoliy misol uchun o'shanga o'rgatgan Imom G'azzoliy. O'zi lekin falsafani juda chuqur o'rgangan. Aristotelning falsafasini, o'sha Farobiyni, Ibn Sinoni falsafasini chuqur o'rgangan. Lekin shunda ham uni o'rganib turib, unga qarshi chiqqan ko'piga. Nimagaki, odamlarning, jamiyatning dinga an'anasini kamaytirib, dinga fobiya deydi, nimasini kamaytirib, fikr qanday tushuntirsam ekan, nima desak bo'lar ekan bu yerda. Dinga qiziqishini desak, deylikchi, qiziqishini kamaytirib, u mantiqqa, metafizikaga qiziqishini ortib ketishidan qo'rqqan. Shu jumladan, misol uchun bir mashhur Ibn Sino bilan Ibn Rushd. Ibn Rushd chiqqan bundan keyin, Farobiydan keyin, u shogirdi debdi Abror Muxtoraliy, lekin shogirdi bo'lmagan ekan. U Farobiydan keyin 10 necha yilmi, 20 necha yildan keyin tug'ilgan ekan. To'g'ri, kitoblarni o'rganib, o'qib, lekin o'sha Farobiy deb G'azzoliyning shogirdi degan, G'azzoliyning shogirdi emas ekan bu Ibn Rushd. Ibn Rushd, hozir uni ham kimligini aytaman. Ibn Rushd G'azzoliyni shogirdi emas, u G'azzoliy o'lgandan keyin 15-20 yildan keyin, necha yildan keyin tug'iladi va uning kitoblarini to'g'ri o'qiydi. Asosan Ibn Rushd Ibn Sino yo'lidan ketadi. G'azzoliyning o'sha faylasuflarga raddiya degan kitobiga qarshi Ibn Rushd raddiyaga qarshi raddiya degan kitob yozadi. O'sha Tahofut al-Tahofutni shunaqa nomi. Shu kitobni yozadi. Va u kitobda aytadiki, mantiq, ya'ni falsafa va din ikkalasi deydi bitta haqiqat deydi. O'z aslida ikkalasi ham haqiqat. Haqiqat deydi, ya'ni mantiq dinga zid bo'lishligi mumkin emas deydi. Ya'ni misol uchun qanday misol uchun? Misol uchun aytadiki, qushlarning uchishini olaylik, например, aytaylik. Buni G'azzoliy ilohiy mo'jiza, buni faqat yaratgan Alloh ushlab uchiradi desa, Ibn Rushd aytadiki, ha, to'g'ri, bu ilohiy mo'jiza, lekin buning mantiqan asosi bor. Nima uchun uchishi? Buning o'zining mantiqan asosi bor.
degan ma'noda. Ya'ni misol uchun paxtani olov yondirishligi to'g'risida gapirgan nima? Imom G'azzoliy ya'ni Imom G'azzoliy o'sha tahaffutal falasifa, ya'ni o'sha faylasuflarning rad qilinishi yoki faylasuflarga raddiya kitobida, asarida olovning paxtani yoqish tabiatning o'zgarmas qonuni emas, balki Allohning irodasi bilan amalga oshadigan hodisa ekanini ta'kidlaydi. Bevosita buning bog'liqlikning yo'qligi, ya'ni olov paxtaga tegishi bilan uning yonishi zaruriy emas, balki odatdagi holatdir. Ya'ni olov o'z-o'zidan yoqish quvvatiga ega emas. U faqat asbob vazifasini o'taydi. Xo'p, endi qisqasini olganda bu juda chuqur, buni juda kuchli o'qish kerak, izlanish kerak. Ibn Rushd endi nima uchun Yevropa rivojlanib ketdi, G'arb, Sharq nimaga rivojlanmadi degan savolga Ibn Rushd, o'sha Ibn Rushdni ham mana shu o'ta kuchli olim bo'lgan. Yevropaning o'sha G'arbning Renessansiga sababchi bo'lgan olimlardan biri mana shu bo'lgan, Ibn Rushd bo'lgan. Averrois bo'lgan buning lotincha nimasi, yunonchami, lotinchasi. Yevropada bu Averroizmni kuchaytirib, Averroizm oqimi uyg'onishiga sababchi bo'lgan. Ya'ni bu odam o'zi asli o'sha bu odam sharhlovchi bo'lgan. Bu Yunon faylasuflarini sharhlagan. Lekin bu odamning Renessansga qo'shgan hissasi shundaki, bu odamni o'sha paytdagi hukmdor quvg'in qiladi. Bu o'zi asli andalusiyalik, ispaniyalik bo'ladi va bu qozi bo'lib ham ishlaydi. Qozi bo'ladi, tabib bo'ladi. Bu hukmdorning o'zining shaxsiy qozisi ham bo'ladi, Ibn Rushd. Va buni o'sha hukmdorga yaqinligi uchun Al-Mansurmi, o'sha hukmdor bor. O'sha Andalusiyaning hukmdorlarini bo'lsa, nimalar yaxshi taniydi. Muridlar yaxshi taniydi o'sha hukmdorning ismini, Al-Mansur. Oxirida eslab qoldim, Al-Mansur. O'sha odam bu odamni yaxshi ko'radi, lekin o'sha paytda nasroniylarga qarshi urush ochmoqchi bo'lib turgan payti o'sha paytdagi o'sha imomlar ta'siri, jamiyatga, xalqqa ta'siri kuchli bo'ladi imomlarning, va imomlar bosim qiladi o'sha hukmdorga Ibn Rushdni quvg'in qilishlikda, jazo berishlikda. Chunki Ibn Rushdning obro'si kuchliroq bo'ladi, tabiblar, imomlar qo'rqadi o'shandan va bunga hukmdorga u imomlarning qo'llovi kerak bo'ladi, chunki xalq dinga juda nima qilgan bo'ladi, imomlarga ergashgan xalq bo'ladi o'sha payti. Xalqni o'sha urushga, misol uchun bir armiya kerak bo'ladi o'sha hukmdorga. Shuning uchun Ibn Rushdni haydatadi. Ibn Rushd o'zini o'sha quvg'inlikda yashaydi, qiynaladi quvg'inlikda yashab, lekin o'lishidan ozgina oldin Ibn Rushdni hukmdor o'sha nasroniylarni yengib qaytib kelib, nima qilgandan keyin hukmdor afv etadi, qaytib kelgandan keyin. Lekin o'sha kech bo'ladi. Xullas Ibn Rushd olamdan o'tadi. O'lganda Ibn Rushdning juda ko'p kitoblarini eshakning bu tomoniga osadi, Ibn Rushdni jasadini bu tomonga osadi. O'shanda gaplar kelgan. Shunchaki o'ta kuchli olim bo'lgan Ibn Rushd.
buyuk faylasuf bo'lgan, tabib bo'lgan. Ya'ni o'sha bizdagi hozir chechak kasalligi bor-ku, qizamiq chechak. O'sha chechak kasalligini odamda umri mobaynida bir marta o'sha kasal bo'lishligini aniqlagan olim mana shu bo'ladi, Ibn Rushd bo'lar ekan. Ya'ni chechak kasal bir marta bizda bo'lgandan keyin va butun umr bizning organizmimiz o'sha kasallikka qarshi immunitet ishlab chiqar ekan. Va biz bir martagina o'sha kasal bo'lamiz-ku o'zi, chechak kasali. O'shani aniqlagan olim mana shu Ibn Rushd bo'lar ekan. Va Ibn Rushd ko'zni pardasini asosan insonni ko'rishi ko'proq mana shu ko'z pardasiga bog'liqligini ham aniqlagan ekan. Xo'p, Ibn Rushdning Renesansga ta'sirlari va sharq nima uchun rivojlanmaganligi, Ibn Rushd o'sha paytdagi quvg'inligiga sababchi bo'lgan imomlar uni kofirlikda ayblaydi va o'zi u musulmon odam bo'lgan, kofirlikda ayblaydi va uni quvg'in qilingandan keyin uning kitoblarini yoqtirib yuboradi. Kitoblarini yoqadi. Juda ko'p kitoblarini va qolgan bir ikkita kitobini o'sha g'arbliklar o'zlari yunonchaga o'sha o'girib o'qiydi va o'shandan keyin ular rivojlanishni boshlaydi. Qanday? Ya'ni dinni ham, mantiqni ham Ibn Rushd shunday qilganki, ikkalasi ham bir xil bog'liqlik, faqat ikkalasi ham ikki xil yo'l bilan haqiqatga eltadi. Misol uchun dinda shunday haqiqat deyilgan bo'lsa, biz uni hozir Abro Muxtor Alilar aytadi-yu, mana qushning uchishini nimaga uchadi desa, misol uchun mantiqan fiziklar, olimlar aytadiki, ular qonunlarga asoslab aytadi. Ya'ni tortish kuchi, 3-4 ta bosimga tayanib aytadi buni. Aerodinamik qonunlarga tayanib aytadi. Qushlar shuning uchun uchadi desa, ilohiyotga ishonuvchilar, imomlar, mana shunaqa nimalar yo'q deydi. Uni faqat Alloh qonuni yoki Allohning nimasi bilan uchadi deydi. Lekin Ibn Rushd aytadiki, bu ikkalasi ham bitta haqiqat deydi. Agar din tomonidan olib kelsangiz, mo'jiza desangiz ham to'g'ri deydi bu odam, lekin mantiqan olib qarab ilmni olib kelsangiz ham to'g'ri deydi, to'g'ri deb aytgan. Ya'ni bu odam haqiqatga zid bo'lmaydi degan. Bu degani din ham, aql ham, mantiq ham bu bitta yo'lga eltuvchi yo'l, faqat ikkalasining yo'nalishi ikki xil ma'noda olib keladi haqiqatga degan. Va shuni orqasidan Yevropada Averroizm oqimi ro'y beradi va o'sha oqimdan ketadi yevropaliklar. Qanday ma'noda? Davlatdan ilm o'rganishni cherkovdan alohida qiladi. Ya'ni cherkov boshqa, ilm o'rganish boshqa. Bunga aralashmaydi cherkov, ilm cherkovga aralashmaydi va o'shalarni ikkalasini alohida qilgandan keyin Yevropa rivojlanadi. Bizda nima bo'lgan? Bizda o'sha imomlar ta'sir qilgan va mana shunaqa olimlarni, faylasuflarni nima qilgan, ularni ko'pdan ko'p sal yunonlarning yunon faylasuf olimlarining asarlarini tarjima qilib uni o'qisa, uni yunonlarning g'oyasini yo yunonlarning mantiqini, falsafasini bizga olib kiryapti deb ularni ustidan xuddi Abro Muxtor Ali hozir zulmga qarshi kurashsa, yo bu uni oqlayapti deydi-ku, xuddi shunaqa qilib yomonotlik qilib ularni ham xuddi shunaqa qoralagan degan xulosaga men keldim. Endi mening bu fikrim bu. Endi hozir bu videoni ko'rib ular nima desa deyishi mumkin. Mayli, o'zlari biladi. Xullas kalom, meni to'g'ri tushunasizlar. Agar gaplarim ozgina kimnidir zeriktirgan bo'lsa, uzr, ketgan vaqtinglarga rozi bo'linglar. Mana shu yergacha kimdir kuzatgan bo'lsa, sizlarning sabrlaringga rahmat. Ketgan vaqtinglarga albatta rozi bo'linglar. Hammani ishlariga omad, charchamanglar.
to'g'ri soat millari soat 2-3 dan o'tyapti. O'zim charchagan bo'lsam ham ko'pincha gaplarim esimdan chiqib ketib qolyapti. Va biz rivojlanishda davom etyapmiz, izlanyapmiz. Shubhalar bizni o'sha izlanishga olib keladi. Boyagiday Malcolm X effekti bo'lish kerak har bir musulmonda. Musulmon kishi intizomli, axloqli bo'lish kerak va shu o'rinda zulmga qarshi adolatli bo'lish kerak. Sizning shaxsiy hayotingizga yo boshqasiga hech kimning aralashishga haqqi yo'q. Biz hozir boshqa dunyoda yashayapmiz. Dunyo, huquqiy davlat, dunyoviy davlat. Va biz rivojlanishimiz kerak. O'zbekiston rivojlanishi uchun ham huquq organlar xodimlari, huquqni muhofaza qiluvchilar, qonun ustuvorligini ta'minlovchi organlar o'z joyida ishlasa, ular hozirgi mana shu insonlarning dini nimasi kelib chiqishini inobatga olmay, huquq o'zlarining o'sha konstitutsiyaga qarab baho berib va qonun ustuvorligini ta'minlaydi degan umiddamiz va bunga harakat qilamiz va bunga har bir fuqaro, har bir vatandosh harakat qilish kerak. U dinidan, kelib chiqishidan, nasabidan, ko'rinishidan, ilmidan, ma'lumotidan qat'iy nazar siz to'g'ri yo'lda bo'lishingiz kerak. Hammamizni to'g'ri yo'ldan Xudo qaytarmasin. Alloh bizni har doim to'g'ri yo'lga boshlasin, sharmanda qilmasin. Ba'zi bir noinsoflarga Allohim o'zi insof bersin. Biz davom etamiz toki ko'r muridlar, yana qaytarib aytaman, ko'r muridlar o'zlari kechirim so'rab qilgan ishlariga pushaymon bo'lmaguncha. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, ishlaringga omad.